Zangati tumani Olmazor Medgarodok shaharchasining ro'parasidagi betonkani bo'yida 13 sotkha yer maydoniga joylashgan uchastkamizni sizlar bilan batafsil video davomida ko'rib chiqamiz. Ko'cha taraflama ko'radigan bo'lsak, o'zini katta zeleniy zonasiga ega, mashina qo'yishda menimcha hech qanaqa muammo bo'lmasa kerak. Ana endi xonadonimiz ichkari qismiga o'zingizlar ko'rib bitta baho beringlar-da. Shuncha ular reklama qilgan bo'lsak, bunaqasini endi birinchi marta qilishimiz okalar, ko'ryapsizlarmi? Shunchaki yorishibdi. Asosiy binoga shu joydan kiraverish bo'ladi. Kirganingizda bitta xonasini ko'rsatib beraman. Ko'ryapsizlarmi? Remontlari hamma xonalari xuddi shu holatda. Endi katta hovlisini ko'radigan bo'lsak, bu yerda katta tapchali zonani ko'rishimiz mumkin. O'rtada zeleniy zonasi daraxtlar bilan joylashgan bo'ladi. Bu yerda alohida kuxnyamiz joylashgan, xuddi mehmonxona sifatida o'zini ovqatlanish joylariga ega. 2 etажkali 3 uroveli botdi. Umumiy hisobda 11 xona, o'zini podvaliga ega. 100% hattoki podvallarigacha tepli pol qilingan Zangati tumani shundoqqina betonkani bo'yida joylashgan uchastkamizni sizlar uchun narxini bor yo'g'i $570 ming ga qo'yamiz. Pastda egalar nomerini qoldiramiz, bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi.